Salom bilan boshladik. Kecha Angliyada katta futbol bayrami bo'lib o'tdi. Angliya Kubogi finalida Manchester City Chelsea'ni tor-mor etib sovringa egalik qildi. Dasturimiz davomida shaharliklarning Emirates Kubogida bosib o'tgan yo'li va Abduqodir Husanovning finaldagi o'yini haqida, muxlislar fikri haqida gaplashamiz. Qani boshladik. Dastlab shaharliklar turnirni 3-bosqichdan boshlashdi. Raqib Exeter City. Turnirni o'z maydonida boshlagan manchesterliklar 10-1 hisobida Exeterni tor-mor etdi. 4-bosqichda esa Salford 2-0 hisobida yo'ldan olib tashlandi. 5-bosqichda Newcastle 3-1 hisobini qabul qilib shaharliklarni chorak finalga kuzatishdi. Chorak finalda Liverpool 4-0 hisobida yer tishlatildi. Shaharliklarni yarim finalda Southampton kutib turgan. Qiyin kechgan uchrashuvda 2-1 hisobi bilan shaharliklar finalga chiqdi olishdi. Final esa afsonaviy Wembley stadionida Chelsea'ga qarshi bo'lib o'tdi va shaharliklar 1-0 hisobi bilan chempionlikni rasmiylashtirishdi. Endi esa shaharliklarning markaziy himoyachisi Abduqodir Husanovning Chelsea'ga qarshi harakatlariga to'xtalsak. Kechagi Angliya Kubogi finalida Abduqodir Husanov haqiqatdan ham o'zining ishonchli va sovuqqon o'yini bilan ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Wembley stadionida o'tgan Chelsea'ga qarshi bahsda u mudofaada eng muhim figuralardan biriga aylandi. Quyida uning o'yini, statistikasi va uchrashuvdan so'ng muxlisu ekspertlar tomonidan bildirilgan fikrlar jamlangan. Husanov markaziy himoyada Mark Gehe bilan birga dastlabki daqiqalardanoq maydonga tushdi va hakamning yakuniy hushtagigacha to'liq harakat qildi. Aniq paslar, 60 jamoa hujumlarni orqadan boshlashda juda faol bo'ldi. Qoidabuzarlik. Bitta 55-daqiqada Chelsea himoyachisi Mark Cucurellaga qarshi qo'pol harakati uchun hakam tomonidan sariq kartochka bilan jazolandi. Sofascore reytingida 6.10 dan 7 ball. Bunday bosimli final uchun juda yaxshi va barqaror ko'rsatkich. O'yin davomida Abduqodir Chelsea'ning asosiy xavflari, Cole Palmer va Joao Pedrolarning xavfli hujumlarini bartaraf etishda o'zining jismoniy ustunligi va pozitsiyani to'g'ri tanlay olish qobiliyatini ko'rsatdi. Uning sovuqqonligi evaziga City darvozasi daxlsizligi saqlab qolindi. Muxlislar va matbuotning munosabati. Finaldan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda va sport nashrlarida o'zbekistonlik himoyachi haqida iliq fikrlar bildirildi. Manchester City muxlislari Husanov haqiqiy devor. Cucurellaga qarshi vaziyatda sariq kartochka olgan bo'lsa ham, keyinchalik juda ehtiyotkor va aqlli o'ynadi. Pep Guardiola undan qanday foydalanishni juda yaxshi bilyapti. Ingliz ekspertlari matbuotda uning yosh bo'lishiga qaramay, Wembley kabi ulkan stadion bosimiga osongina dosh bera olgani alohida e'tirof etildi. Ayniqsa joriy mavsumda u City bilan avvalroq Liga Kubogini, FA Cup ham yutganini hisobga olsak, u allaqachon Angliya futboliga moslashib ulgurdi. O'zbekistonlik muxlislar, tabiiyki, o'zbek futboli ishqibozlari uchun bu kecha tarixiy bo'ldi. Muxlislar ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik futbolchi ilk bor afsonaviy Angliya Kubogini boshi uzra ko'tardi. Baraka top Abduqodir qabilidagi faxr va hayajonga to'la izohlarni qoldirishmoqda. Ushbu g'alaba Husanovning Manchester klubidagi o'rnini yanada mustahkamladi va uni Yevropa futbolidagi eng istiqbolli yosh himoyachilardan biri sifatida yana bir bor isbotladi. Siz bilan Yashil maydon kanali bo'ldi.